nomerlar. Bir qopdan kepagi bilan tashakkinlar. Bir qop kepagi bilan bonuslarni dastavkalar qilib beriladi. O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston bo'yicha. O'zbekistonda chet davlat chegarasigacha olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Shuhrat YouTube kanali ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Akalar, mana bugun biz sizlarga viloyatda Takrorg'on mol bozoriga yetib kelamiz. Bu yerda xulojin, yosh xulojin va kattaroqlar narxini olib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'rsalaring, video juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qani bo'lmasa bugungi videomizni boshladik. Hafta kuniga keladigan bo'lsak, hafta kuniga 30-oktyabr, haftaning payshanba kuni 2023-yil. Kanalga bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Assalomu alaykum. Buni qancha deyapsiz? 9 million savdosi bo'lyapti. Bo'lar 1 metr plus atrofida savdosi 9 million so'm bo'lyapti ekan. Shvet daroda. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz uni? 12 million kam bor. Bozor qancha qilyapti? 10 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Ular 1.5 atrofida chiqib qoladi, yetishtirlari yaxshi. Telefon nomerlarini olsamizmi? 97 212 77 74. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarni kelishtirib beriladi. Katta savdogar bo'ladi. Like bosib, omdan rostlasizlar. Qancha deyapsiz buni? 10 million qilyapti. 10 million savdosi bo'lyapti. Borasana. Bo'ylari 1.5 million chiqib qoladi, 10 million beradi. 10 million savdosi bo'lyapti. Buni qancha deyapsiz? Buni 9 million so'm savdosi bo'libdi akalar. Shu nojinda sigir bog'idan so'ragan akalarimiz uchun 9 million 10 million so'mdan savdosi bo'lyapti. Chupiga 9,5 million so'mdan bo'ladi. Telefon nomerlarini qolsamizmi? Telefon nomeri. Ha, qolsamizmi? Sotildi. Deyarli. Demak, sotilibdi o'zi, deyarli bozorda sotilib ketadi. Lekin kanalimizga bittadan like bosib, obunani bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Video juda ham manfaatli bo'ladi bizga. Qancha deyapsiz buni? 11,5. Kami bor. Uylari 1.5 atrofida. Bozor qancha qilyapti? 10 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Qancha deyapsiz buni? 12 million 500 ming so'm kami bor. Ular 1.10 atrofida. Bozor qancha qilyapti? 11 million so'm savdosi bo'lyapti ekan akalar. Chetim ko'rasiz, sigir boqidan so'ragan akalar uchun. Men siz Namangan viloyatiga borgan mol bozorida. Sizlardanmi? Ulardan? Ular narxi qanaqa ekan? Narxi 13 dan kami bor. 13 milliondan kami bor. Ular 10 plus ham bor. 14 million so'mdan kami bor. Bozor qancha qilyapti? 13-12,5 savdosi bo'lib turibdi. Telefon nomerlar topsamizmi? 94 278 97 aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarni kelishtirib beriladi. Bo'lsa aytilgan raqamlarga aloqaga chiqib Shuhrat uzansalang, Shuhratuz. Telefon qilsalaring, dastavkasi ham o'rtada kelishilgan holda qilib beriladi. Kanalimizga bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bittadan like bossangiz, video juda ham manfaatli bo'ladi. Ular qancha deyapsiz? Kenasiga 14 dan kami bor. 14 milliondan kami bor. Ular 1.10 plus. Bozor qancha qilyapti? Bozor 12,5 dan qilyapti. 12 million 500 ming so'mdan savdosi bo'lib turibdi ekan. Akalar, o'sha sigir bog'idan so'ragan akalarimiz uchun. Telefon nomerlar qolsamizmi? Ha, 94 857 78 48. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarni kelishtirib beriladi. Salomlar, Namangan viloyati Takrorg'on mol bozorida. Bu yerda ozgina kutib tursangiz, xudo uyga buqalarni ham narxini kelishtirilgan holda arzonroq kanalimizga joylaymiz. Buni qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 10 million so'm. Shu bo'ylari 1.5 million atrofida chiqib qoladi. Qancha deyapsiz buni?
13 million so'm. Bu qo'cha. O'ylab 1 metr kilosi. Bozor qancha qildi? Bozor so'rashmadi. Bozorda hali savdosi bo'lmadi. Obunani bosib videoda oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya etamiz. Qancha deyapsiz buni? 14 million kami bor. O'ylab 5 million. Bozor qancha qilyapti? Qancha? 12 million 100 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan akalar. Shved qarodasidan so'ragan akalarimiz uchun tavsiya etlar. Telefon nomerlarini aytib berasizmi? 94 509 3405. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarni kelishtirib beriladi. Kanalimizga bittadan like bosib, obunani bosib qo'yasizlar. Pul ishlaganlardan biri Nima qancha deyapsiz? tog'dan tushgan, Chotqol tog'idan. Tog'dan tushgan. Kecha tushdi. Mashsini bo'rlar g'ajida o'xshab. Joni qattiq mollar ekan. Narxini qancha deysiz? Narxi arzon. Qancha? 9 dan kami bor. 9 milliondan kami bor. O'tib ham beramiz. O'tib ham beriladi. Dastlabkilar bor. Yem hashak ham bo'ynimizgacha yetib borguncha. Va bozor qancha qilyapti? Bozor 8 milliondan beryapti. 8 milliondan beryapti. Telefon nomerlarini qolsamizmi? Qog'oz o'radi. 12 chilardan og'zi keyin qog'oz olamiz. Bo'ldi, kichkina sifatlilardan so'ragan akalar uchun. O'sha sigir vaqtida вообще zo'rlar ekan. Nima deyishga 20 oldi. Ular narx qancha? 8 dan kam. 8 million so'mdan kami bor. Ular 90 tarafida. Yarim soat ichida telefon qilsa, bor baraka. Yetkazib beramiz bu ham. Telefon qilishda o'sha yetkazib beriladi dastavkalarni. Orol dengizigacha yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Orol dengizigacha. Orol dengizigacha ekan. Yem hashagi bizda. Yem hashagi buni. Telefon bir dona mol uchun bir qop kepak ham bonus bor ishda akalar. Telefon nomerlarini aytib berasizmi? 99 lar 142 60 74. Murojaat qilishaveradi. Mollar taygonni bor. Tagonni bor. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, dastavkalarni qilib yetkazib beriladi. Faqat o'sha tezda aloqaga chiqinglar, bir qop kepak yem hashagacha bonus bor ishda mana. 8 million so'mdan olishaveradi telefon qilsalaring akalar. Lekin mollar hammasi yaxshi o'sha sigirbop variantlar. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib beriladi. Assalomu Namangan viloyati Taborg'on mol bozorida. Sizdan tog'amlar? Voy egasi bor. Akalar kanalimizga bittadan like bosib, videoda oxirigacha ko'ringlar. Videomiz bugun juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Akalar video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan so'raymiz deb bugungi videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizga bittadan like bosib, videoda do'stlarga podpishka qilib qo'yamiz.